Yonmaydigan ro'molcha tajribasi. Etil spirtidan, bu 96% etil spirti. Solamiz idishga. Demak, bu 96% etil spirti, keyin ro'molcha, undan keyingi kerak bo'ladigan narsa bizga suv bo'ladi. Demak, suvda sovuramiz, patnisimizni markaziga va ro'molchamizni suvga botiramiz. Endi mana bu etil spirti 96%lik. Demak, ro'molchamizni suvdan olamiz. Demak, suvdan olamiz va spirtga solamiz. Biz dollarga yopishimiz kerak edi, hayp bo'ladi. Hayp senga, sen dollarga yoqmoqchimisan? Demak, keyin spirtda to'yingan ro'molchani olamiz. Yonib ketma. Qo'lingiz kuymayaptimi? Ya. Uni tepasiga qilib ko'ring-chi. Kuymayapti-ku. Qaranglar, yonib ketadigan bo'lsa. Ya'ni yonib bir tomon kuydi. Ha? Bir tomon teshildi. Bor, ana. Bo'ldi? Teshildi bir tomon. Ha? Ana. Mana butunlay yonmagan ro'molcha. Asal butunlay yonib ketmadi, ko'ringlar qancha teshilib qoldi. Lekin yaxshi tomoni qo'pqir. Qo'pqir.